endi. O'shaning uchun o'zimizni Ko'ringlar-da. kiyizgani keldik. Bitta mana to'pimizni shu bosqasini bizim uchun maxsus yana ovqat. Hatto kim chichi bo'qinayotgan bo'lsa, bitta o'zbek bor yonida. Obdasda do'ppi chapon ko'tarib turadi. Nimaga shunaqa bo'lib ketyapmiz biz, ha? Kim chichi bo'qinaysa, sizga kamgina foydasi tegib qo'ysa, bo'ldi, borib do'ppi kiydirasiz. O, do'ppi katta qolingizdan qolgan emas. O'zbek millatini-ku. Sizga Luboyga bu chichi bo'qinaydiganligi ham olib borib kiydirib qo'ying buni degan joy yo'q. Tushunasizmi? Uni ko'radi-da, siz orqangizdan hech kim o'zbek millatini tanimaydi. Do'ppini orqasidan taniydi. Do'ppini ko'radi, u bu o'zbeklarniki deydi. O'zbeklar milliy kiyimi bu deydi. Siz ko'tarib yurganingizdan keyinki bu siz o'zbek ekan deydi. Endi ana amaki chichi bo'qinib o'tiribdi, do'ppini boshiga kiygizib qo'ydingiz. Ammo bitta ham bitta o'zbek o'tiribdi, chichi bo'qinib o'tiribdi deydi. Gigiyena yo'q bo'ladi deydi. Tushunasizmi? Siz qarang o'zbek millatiga nima olib beryapsiz? Rahmat olib beryapsizmi yoki kamgina prosmotr yig'ib berganiga siz ham qo'shilib o'shani bo'qini yeyapsizmi? Nima qilyapsiz o'zi? Ha, qatta bo'lsa bir ginedan musorlar bo'lsa, chichi bo'qinayotgan bo'lsa, yonida bitta o'zbek turmasin-da. O'sha do'ppi, chapon kiydirilgan kimlarga bilasizmi? El parvarlarga, vatan parvarlarga, gigiyenani saqlaydiganlarga, kimgadir foydasi tekkan insonlarga kiydiriladi. Chichi bo'qinaydiganlarga emas. Birodar, unutib qo'ymanglar, iltimos sizlardan.